Assalomu alaykum hammaga. Qora tovuqlarimiz, qora qizil rangli pushti qizil tovuqlarimiz sotilmoqda. Tovuqlarimizning narxi 95 ming so'mdan bo'lyapti. Tovuqlar tuxumda. Hozir 65% tuxumga kirgan tovuqlar, endi kirganlari. Uning ichida xo'rozlari ham bor. Xo'rozlari 100 ming so'mdan bo'lyapti. Kelib ko'rib netib olsalaring bo'laveradi. Agar dona oluvchilar bo'ladigan bo'lsa, donaga xo'rozlar 110 ming so'mdan berilyapti. Egasini nomerini nimaga qo'yib qo'yaman, videoni tagiga. Agar sotildi degan yozuv turgan bo'lsa, demak tovuqlar hammasi sotilib tugagan bo'ladi. Tovuqlarimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida. Kelib ko'rib netib olish mumkin. Ehtimol dastavkalarimiz bor. Dastavkalarimiz alohida hisoblanadi. Bemalol narx-navolarni egasi bilan gaplashsalaring bo'laveradi. Tovuqlarimiz soni cheklangan. Tovuqlardan hozir 200 dona bor. Makon, xo'roz aralash bo'lib. Akamizni ozgina qurilishlari bor ekan, shuni hisobiga sotyapti ekan. Sotish sababi shunday. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. Eslatib o'taman, agar videoning tagida sotildi degan yozuv bo'lsa, demak tovuqlarimiz, xo'rozlarimiz sotilib tugagan bo'ladi. Shundan bilib olaverasizlar. Agarda mabodo sotilmagan bo'lsa, pastda nomer turgan bo'ladi. Bemalol egasiga telefon qilasizlar, kelishib nersalaring bo'laveradi. Xo'rozlari, makonlari inkubatsiyaga tuxumlarini qo'yishga moslab qo'shilgan. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'ling.